Eranın müzikisi vardı. Muşta anca özgər çıxıb qoysam düşüb qaldı deməkdir. Muşta sizə etdirək çıxar. Məlum caydan mən məlum cayda tuğuldum mən, məlum cayda östüm mən. Sən etimnin gülbiriğə kipinək bob qondum mən. Məlum caydan mən məlum. Sən sorayma mən nəlik, mən sorayma sən nəlik. Tupraqimiz yer şari, üstümüzdə ay şari. Günlə bilən pirkəyimiz, tupraqimiz yer şarini. Məlum caydan mən məlum. Rahmet. Sənətkarlarını tolum hayacan geliyordu da yaman toğru ettik. Qani, o'tiring. Qani, merhaba. Rahmet. Hürmetlik, talantlı kompozitör, şair, yaş naqşchi, Aybadam Shohijon Ag'zamoniy. Rast gap nuqsa men faqat chizdim qarang. Bu xalqning muzikasini ancha-muncha o'zgartirish qiluvida siz bir muzik tarbiyasini olganmi? Menimcha olmagan. Siz faqat o'zingizdagi muzik sezimiga tayinib bilan muzik ijod qilasiz. Bu sezimiga tayinib bilan o'zini cho'lpon deb atib olganlar bizdimi, ishkir o'lkalardimi, hattoki chet ellardami ko'p. Ular o'zining ashunchalik sezimiga tayinib bilan har qanday bir muzikalarga yangi bir xil tusdan kirgizalaydi. Misalga o'zbekcha, turkicha naqshlarni biroz ishlashtirib bilan yangi naqsh ishlayoladi. Shundaqmi? Siz yana tushunmaysiz-a? Bizga ma bo'libmi bizdek yosh bolalar bor-ku. Ma o'zimizning o'tda qizg'inligini ifodalab beradigan naqsh muzikalar jiddiy ehtiyoj. Hey, hozir kimning bilan kimning qari? Açıq bazarın aqtirpekni zada qanchalik ijodiy naqshi borki. Bazar ehtiyojiga moslashib, sizga ijod qilib beradigan undaq o'sonliq kompozitorlar nima qilibdi? Uni ustiga borku, ma o'zin savdogarlarmi bundaq naqshlar ish. Hozir mana bundaq pul ketmaydigan naqshlarga hamma odam omrab, bilamsiz? Yo'q, pek hayajonlanib ketdingiz bu deyman, ha? Bizning o'nsin savdogarlarimiz buni tushunib yetib, hozir buni yuqori mablag' qilib ijod qildiryapti. Ko'rinishga, muzikalarga kuchayapti. Lekin siz o'zingizning xalq tekstirlarini buzsangiz va yoki chet elning ijodiy aholarini ancha-muncha o'zgartirib ham yo'lsizlik qilib uni o'zingizning qilib olsangiz, bu chekini oshgan axloqsizlikmi qanday? Voy! Ostalo o'g'irlisi men bo'pti, ha? Chondirmaslikni bir xil mahorat-ku. Mening bunda qilishim, ma ijodiy naqsh etib, xalqqa zoq berolmagandan-chi, men yaxshi. Hey. Ma mening hissiyotimni vaqo. Hech kim tushunmayapti. Hech kim mening talabimni qondirammayapti. Siz aytayotgan atalmış sizga o'xshash misol sezimga tayinib naqsh yozayotgan bolalarning naqshlari bizning xalq naqshlarimizda bizga zoq beramayapti. Mush 60-yillardagi naqshlar 40 yildan keyingi bugungi kunlikda qayta aytilgan bo'lsa-mu, amalikin bizga shuncha zoq beralaydi. Mush jamiyatimizga bir qism bolalarning yozayotgan shu naqshlari nima uchundir jamiyatimizga chiqdi-yu, uzunga bormay yo'qotdi. O'ylab baktыңызmi nima uchun? Hey, to'xtab turing ha. Mana ba'zida mush to'g'riliq o'ylab qolma qarang. Bu ota bobolarimiz aytgan o'sha muqomlarimiz ta hozirgacha kishilar tarafidan qadrlanib, saqlanib, etilib keldi ekan. Lekin men aytgan mush naqshlar necha kun moda bo'ldi-yu, yana necha kunga qarsam kishilar tarafidan unutilib ketadi qarang. Ba'zida turib, mening naqshlarimni mush burunqi naqshlardek qadrlanib, saqlanib, etilib kelgan bo'lsa, voy o'chaqda men qanchalar qo'shib ketardim deb o'ylab ketaman qarang. Haras. To'xtab tura. Mushnanga bir masat yo'qsalaydiganda xitirsiz-jimo. Qo'lingizni kesmang bir masat yo'qsitpiring-a, o'tinib qolay. Bunda qarang. Hozir mening qo'limda bizningki kasbiy kompozitorlarimizning yozgan bir qancha isil nodir musiqalar bor qarang. Ammo lekin buni aytadiganga xilil mahorat ketadi. Herqa ahangning tayini yo'q bir xil qo'shaq shaklda aytilgan naqshlarga qat'iy o'xshamaydi. Bo'lsa, mushun bilan aytib ko'ra baqamiz sizga. Ha? Nima? Voy, yo'q. Nima aytmayman. Oy. Men eng yaxshisi va qarang. Ya naqsh kasbida, ya ijodiyat kasbida o'qib,
Ma o'qishim bitgandan keyin, ondan keyin siz degan ash kompozitorlar bilan ko'rsam bo'ldi deb o'ylab qoldim qarang. Gapingiz rostmi? Rost. Aybadam Shohijon oxir zamoni. Bugungi suhbatimiz yomon ko'ngilli bo'ldi qarang. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli mehmonlar. Bugungi programmamiz mushada oyoqlashdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Aman bo'lg'aysizlar. Hay to'xtab turing. Ay, men hozir suratga olganinglarni televizorda ko'rsatmaydigansizlar. Sizningcha qanday saqlar? Oy bo'ldi ko'rsatmanglarchi. Bo'lmasa, obrazimga ta'sir etib qolmasa yana. Bo'ladi. Bugungi mushu suratlarni so'z sizga hadiya qilaylik. Oy, hadiya yaxshi, ash baklava. Qani, mana. Rahmat.